Katta xato qilib qo'yganingizda o'zingizni qo'llab-quvvatlash texnikasi. Eng avvalambor xato qilganligimizni tan olishimiz kerak bo'ladi. Ha, bilaman azizam, sen bugun katta xato qilib qo'yding. Ehtimol bu xato hech qachon tuzalmas xatodir. Ehtimol bu xatoning oqibatlari juda ham katta yomonliklarga, falokatlarga sababchi bo'lishi mumkindir. Lekin sen qilib bo'lding bu xatoni. Buni tan olamiz endi. Bu dunyoda har bir ish behikmat bo'lmaydi. Bu dunyoda hamma narsa faqat Allohning izni bilan bo'ladi. Sen xato qildingmi? Demak, bunda ham bir hikmat bor. Sen xato qildingmi? Demak, bu ham Allohning izni bilan sodir bo'ldi. Demak, biz hozir siqilib, kuyib yonib, qo'rqib o'tirgandan ko'ra, kel birgalikda bu holatni, bu vaziyatni yechishga harakat qilamiz. Afsusdamiz, albatta afsusdamiz. Bu xatoni qilganligimizdan afsusdamiz. Va tavba qilamiz. Allohga yolvorib tavba qilamiz. Gunohlarimizni mag'firat etishini so'raymiz. Istig'forlar aytamiz. Allohdan bizni kechirishini so'rab, iltijo qilib duolar qilamiz. Va bu xatoni qaytib hech qachon takrorlamaslikka o'zimizga o'zimiz so'z beramiz. Qachonki mana shu bosqichlar amalga oshgandagina Allohning rahmatidan umidvor bo'lamiz. Alloh bizni kechirishidan umidvor bo'lamiz. Chunki u rahimli, mehribon, kechirimli zotdir. O'zingizni ayblagandan foyda yo'q. Bu xatoning oqibatlaridan qo'rqqandan foyda yo'q. Adekvatniy inson rolida mana shu qilgan xatoyingizni ko'rib chiqing, yozib chiqing qog'ozga. Men nima xato qildim? Men hozir mana bunday xatolarni qildim. Xo'p, buni evaziga men nimalarni yo'qotdim? Ya'ni qanday to'lovlarni berdim? Balkim bu xatoyingiz evaziga tinchingizni yo'qotgandirsiz. Uni yozib chiqing. Tinchimni yo'qotdim. Boshimga og'riq kirdi. Asablarim buzildi. Haqoratlar eshitdim. O'zimni yomon his qildim. Ya'ni mana shu o'zingiz bilmasdan qilib qo'ygan xatoning evaziga siz o'zingizdan qanday to'lovlarni berdingiz? Chunki har bir xatoni qilganimizdan so'ng albatta to'lovni ham beramiz. Bu hayot qonuni, olish va berish qonuni. Biz bu qonundan hech qayerga qochib qutula olmaymiz. O'zimizga rahmimiz kelmasdan, o'zimizni tanqid qilmasdan vaziyatga chetdan turib nazar tashlashga harakat qilaylik. Ha, men xato qildim. Birgina xatoyim tufayli men o'zimdan mana bu to'lovlarni berdim. Va siz qanday to'lovlar bergan bo'lsangiz, hammasini punktma-punkt yozib chiqing. Ana undan so'ng esa o'zingizga men seni kechirdim azizam deb ayting. To'g'ri, sen xato qilding. Inshaalloh Alloh seni kechiradi
va bu xatoni boshqa hech qachon takrorlamaysan. Sen axir o'zingga so'z berding. Sen bu xatoying uchun to'lovlarni berding. Asabing buzildi, sog'lig'ingda har xil holatlar yuzaga keldi, yuraging og'ridi va yana qandaydir balkim moddiy to'lovlarni bergandirsan. Olish va berish qonuni asosida hammasi balansga keldi, ya'ni muvozanatga keldi. Endi esa bundan buyog'iga qanday yashamoqchisan? Sen birgina insonni xafa qilgan bo'lsang, ko'ngliga ozor bergan bo'lsang, endi shunday qilginki, kamida 10 ta insonni ko'nglini ko'targin, yordam bergin unga. Ana shundagina sen xatoingni yuvgan bo'lasan va mana shu xatoingni evaziga yaxshilik bilan javob qaytargan bo'lasan. Agar sen birgina insonga yomonlik qilib qo'ygan bo'lsang o'zing bilmagan holatda, kamida 10 ta yaxshi insonga yaxshilik qilgin. Ana shunda o'zingni kechirasan. Ana shunda o'zingni kechirib, ko'ngling xotirjam bo'ladi, qalbing orom oladi, taskin topadi. Senga bu yo'lda omadlar tilab qolaman.